Bugungi kunda shahardagi dükanların narxı, yani misal Domni tiylarındagi dükanların narxı 800 ming dollar atrofi. Men sizga den yarmına taklif qilsam, olarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, sizga yaqindan shokolad narxda bo'ladi. Nerda adres ismi? Raycenter. Bundan nalog, yonboshimizda arenda katastr, xullas, 02 Raycenterning sentri. Doğrumuzda bo'lsa, Univermag joylashgan. Zo'r tochka, to'g'rimi? Bir like bosib beringdan, danish bilishlarga обязательно yer qo'ying. Biznesmenlarga. Dükkan umumiy maydoni 231 metr kvadrat. Bugungi kunda bunchalik katta narsani topish rostdan ham qiyin. 80-100 kvadrat atrofi dolu. Zo'r joylarini aytaman. Bu yandan girib ketsangiz, orqasida stenkasi bor alohida. Eldan ham kattaligini qarang. Xohlagancha klientingiz duraveradi. Bu yerni ko'pchilik biladi. Avval bir Knauf dükan edi. Bular ullaygani uchun, bera sig'mingan uchun ko'chgan. Keyingi vaqtda esa oziq-ovqat dükan bo'lib ishlagan. Ichanda o'zini mebellar ham, xolasangiz mebellar bilan birga ishlatishingiz mumkin. Dükanning proxodnoy tarafi, bu yer oziq-ovqat dükan bo'lib ishlagan, eng oxirgi marta ishlagan vaqti. Dükanning kattaligini qarang, 231 metr kvadrat. Pulini kelsangiz, to'g'ri dükan aytib berib ishlataman desangiz, mana vajlar bilan ham kelishib ketaverasiz. Bu yerlarni qarasangiz, 231 metr kvadrat. Buning katta narsa hamisha ham chiqavermaydi. Narxi umuman shokolad narxi. Videoni ko'rib bo'ling, siz xalab bo'lganingizdan keyin aytaman narxini. Bu yon tarafda bakın, ben arka eshik chekkidan tarafingizda, endi bu yon tarafda ofisi bor. Svet yo'q, qorong'i. Bu yon tarafda bo'lsa, o'zining oshxonasi va bu yonda sanuzeli joylashgan. Ko'rib turganingizdek, duh konturli kotyol, bir polni ataplina bo'lgan topli pol hamma joyi. Dükanning yana bu yon tarafiga ketsangiz, orqa tarafidan o'taverasiz. Tushuntirdim-ku. Qarang, dükanning 1 kvadrat metrini egalari 510 dollardan so'rab turibdi. Ya'ni umumiy narx 120 ming dollar. Moda bo'lis narxini arziydimi? O'z fikringizni kommentariyada yozib keting, обязательно. Egasining nomerini qo'yamiz. Unda patlaytirib yozib ham qo'ydik-ku-dan. Nomerini qo'yamiz, telefon qilsangiz geliştirip chiroyli narxda qilib beradi. Hujjati, tog', gaz, suv, svet, ataplina hamma narsasi bor. Endi barter ham ishlasangiz bo'ladi. Joyingiz bormi, mashinangiz bormi? Xullas telefonlashamiz.